zonasida yopilsa, bitta mashag'larda yopilib tursa, keyin ishlasa ular. Hozir kechikdi odam kirishga. Mana bu yoqda nima bor ekanda? Mana hozir. Mana bu yoqda mana. Order blok bor ekan. Bozor dahshat yuribdi-ku bugun. Mazam bo'lmayotganligi uchun nima qilolmayman deb ko'p analiz qilib, dars ham qila olmayapman. Endi xudo xolasa takrorlab olamiz-da. O'zi maza bo'lmagan joyga yoqmaydi odamga. Maza bo'lmagan joyga yoqmaydi. Bor edi. Prosta shunga kelmasdan qaytib ketibdi. Qolganlardan nima gapmi? Yaxshimi sizlarga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshi. Analizlar qilyapsizlar-ku, bo'lishib turizlar, tashlab. O'rganamiz, bilmaganimiz diyor, bilsak o'rgatamiz. Bir-birimizdan xato qidiraylik. Kamchiliklar bo'lsa. Assalomu alaykum. Ulug'bek yaxshimisiz? Maqsud yaxshimisiz? Sevara opa yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xudoga shukr, rahmat. Abdulla yaxshi bo'lib qoldingizmi? Bo'ladi, Xudoga shukr, yaxshi, rahmat bo'lib qoldim. Siz o'zi yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Darslarni ko'rib boryapman. Faqat birinchi o'tgan mavzuni yaxshi tushunib oldim. Fibonacci'ni torta olyapman. Qolgan mavzularga Fibonacci'ni to'g'ri torta olmayapman. Ishlata olmayapman Fibonacci'ni to'g'ri. Keyingi qolgan mavzularga. Qaysilar siz ayting-da, o'shalar yordam beramiz. Faqat birinchi mavzuni yaxshi tushundim. O'sha birinchi mavzudagi nima ishlab beryapti-da. Sevishni analiz. Patternlar bor analizdagi. Patternni o'sha Fibonacci tortib ishlash. O'sha support bilan resistensda shakllanadi. O'sha joyda sevishni analiz bo'ladi, paklashini qiladi. Bitta nima shamni yutadi, o'shandan Fibonacci tortasiz. Ikkinchi darsga trend bo'yicha nima qilingandi? O'sha trendga keladi. O'sha qarshilik trendi yo bo'lmasa qo'llab-quvvatlovchi trend nimasi liniyasi kelgan vaqtda o'sha joyda shakllanadi. Keyin o'sha joydan tortib ishlasa ham bo'ladi. Общий katta bir trend liniyani Fibonacci tortilishida. Misol o'suvchi trend bo'lsa, pastga, ya'ni minimumga 1 da qo'yib, o'sha maksimumga 0 da qo'yilishida. 0.5-0.618 zonasiga kelganda o'sha sevishni analiz kutilishida. O'shani tushundingizmi, yo'qmi? Mavzularni qayta ko'rib qilyapman. Tushunishga harakat qilyapman. Tushunishga oson bo'lsin deb o'ta anotashlab qo'ydim. Grafikda. Grafikda. Ana AudiCAD nima borku parasida. Ana shunda grafik sal tiniqroqda. Unda chalkashtirib tayyorlamagan injiq nima emasda. Normal o'zini xoda yuradigan nima para, AudiCAD. Ana shunda bir ko'rib ko'ringchi. Boshqa paralarga hech ham qaramadi, faqat tillarda. Tilla injiqda, tilla injiq. Tillada topish sal qiyin bo'ladi-da, AudiCADda topish osonroq bo'ladi. Shunaqa. Unda yurishi ham normal edi.
Bunday qiynalmaydi. Ha. Bir o'shanda nima qilib ko'ring, agar tushunmagan joylaringizni so'ravering. Hammamiz shaqqa bitta biza. Tushunmagan joyingiz birdan, tushunmagan vaqtingiz o'zida birdan so'rab olib o'rgansangiz, qolib ketmaysizda, birga qarab ketaveraychi deydi, bir xil. Sizlardan bunday ketaversangiz, qolib ketsangiz keyin yomonda bu. Shunaqa gaplar. Qolganlar ham kirmaykanmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchabsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Rahmat. Nima yangiliklar endi? Tinchlik. Zaps big'ir ovoz bor ekan, uncha eshitolmayman. Kechagimi? Yaxshi yozilmagan ekanmi? Ozgina big'ir nimasi bor ekan, tovushi. Gaplarini bo'lib yaxshi eshitolmay qoldim. Yo'q. Men oldingi aldidagi yozuvdim. Oldingi aldidagi yozuvdim deyman. Uniki zo'r edi. Uni eshitib ko'rdim zo'r. Mana shu 5-darsga shunaqa bo'lib qoldim deyman. Hozir eshitib ko'ray bir minut. Tak. Hozir eshitib bo'lmasa ekan, anaqada turamiz-ku. Yo'q, mana eshitilmoqda. Nima sizda? Yomonda shuni eshitdim. Pirillab qo'ygan ekan, to'g'ri. Zirillab qo'ygan ekan. Bilmayman, uni internet slabiylik qilganmikan? Bilmadim endi. Nimadan bo'lsa. Meni keyingi safar post telefonda telefonda ham shunday bo'lib ketib qoldi. Men oldinga yaxshi yozganiga shunday yozdim. Bu onlayn ekanda bu diktofon. Bilmadim. Xo'p, 3,5 soat dars bo'libdi. Qanday bo'ldi dars? Shu order bloklarni aytdi-da. Keyin ozgina 3,5 soat dars ham bo'lmadi, o'zi 1 soat ozgina notatsiya bo'ldi oxirida. Kimdir asabini buzib bergan uni. Kimni? Muslimni. Kirib jahl qilib, o'zi o'sha kuni selga ochdi-da, razgon qilib selga ochgan ekan. Bitta shpilka qilib yengillaydi, bitta tepa shpilka qilib pastga tushib ketdi. O'shanda $700 bilan kirgan ekan. $700 balans qoladi keyin uni balansi yetmay qoldi. Bitta 1 minutda o'zida sekundda bitta birinchi yengillik chiqishi bilan bitta tepaga yurib sirasi keyin pastga tushib ketdi. O'shanga alami chiqdi-da. Keyin o'quvchilar kimdir nimadir yomon gap gapirganmi, xullas jahl bilan keldi, qizarib, bo'zarib. O'qinglar, yaxshilab dars qilinglar, anaqa qilinglar, tushuninglar, tushunmagan narsalarni so'ranglar. Prosta men bitta o'quvchilarim bor deydi, birga savdo qiladi, men bilan deydi, o'sha payt o'qish jarayonida. Bergan signallarim bilan kiradi, voy zo'r deb, Muslim zo'r deb chapachaladi deydi. Keyin bozor bilan o'zi bitta qo'yanda deydi, o'qishni bitirib chiqib ketgandan keyin deydi, shu o'tirgan narsalarni qilmaydi deydi o'tda. O'sha analiza bo'yicha kirmaydi, keyin sassiq gap chiqadi deydi. Muslim bunaqa bu yerda o'zi ayb o'zida bo'ladi deydi. O'shanga aniq keldi, kimdir nimadir deb gapirgan bo'lsa. Hop, nimani tushunmayapman deyaptilar. Opa shu yerdanmi?
Ha, shekilli. Tak, birinchi switchro'yi tushundingiz, to'g'rimi? Eshityaptilarmi? Eshitganimchalik kerak. Ismlari nima edi? Sevara opa. Sevara opa. To'rttamidi? Ha, shartga kirib turibdilar. Yo, ha, eshitib turibdilar. Yo'q, Nimani aytibdilar? O'sha topolmayapman. Qulay grafik deyaptilar-da. endi onlayn живой anaqa topish qiyin narsa-da o'zi. Na. Shuni topolmayapman deydilar. Ko'ryaptimi ekran? Ha, ko'rdim. Patterlarni so'rayaptilar menimcha. Qayerdan Fibonacci ikkinchi dars tushunmadim deb o'tiraman. Patterlar yo trend liniyani deyaptilarmi? Ikkinchi darsga o'sha nima aytdi? Trend liniya bo'yicha Fibonacci tortishlaydi. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapman deb gapiravering. Chiqib ketdilar menimcha. Yo'q, chiqqanlar yo'q. Qolganlar tushungan-ku, to'g'rimi? Ha, tushunmasalar tushuntiraveramiz biz. Aytdim u kishi. Tushunmagan joyi so'rang deb. Xo'p, order block imbalance. Xo'p, 5 xil bo'ladi order block deyapti. Birinchisi yordamchi zonada, ikkinchisi qarshilik zonada, yordamchi zona support bo'lsa, qarshilik resistance tepasi. Ha. Keyin uptrend holatida valid invalid yoki downtrend holatida valid invalid. Breaker block holatida. Breaker block holati mana Mana shu pastak. patternlar bo'ladi-ku, mana flat, mana anaqa. Mana shuni ham breaker block holati degan shu yorib chiqqan shamma bular order block deb hisoblayotgan. Ha. Tak, yordamchi zona pastida bo'ladi. Order blockda обязательно bitta sham bo'lish kerak ekan. Bitta sham, 3 ta shamdan iborat bo'lish kerak ekan. Zapis ketyaptimi? Abdulla qarori Ha, ketyapti. 3 ta bo'lish kerak ekan. Tak. Savaga imbalans. Imbalans qayerdan tortasizlar, bilasizlarmi? Shu o'rtasi undan oldingi switchani anaqasi, shpilkasi, buni border block shu shpilka soyasini o'rtasi. Mana bu imbalans hisoblanadi.
order blokda bular mana bu tanani olar ekan. Rangini o'zgartiraylik. Tanasini, soyasini olmaykan. Ha. Mana bu imbalans. Mana bu shpilkasi support ekan. Ha. Order block. Resistance. Bu qattiq bo'ladi deyapti. Misol uchun mana bu zona поддержка bo'ladi-ku. Ha. Shu yerga kelgandan keyin mana shunaqa bitta order blokda обязательно FV ga bo'lish kerak ekan. Ha. Imbalans bo'lsa order blok so'lanmas ekan. Endi shuni teskarisi tepada bo'lsa, misol uchun mana bu resistance bo'lsa, support resistance bo'lsa, shuni teskarisi. Bu yoq bunaqasiga qizil svechov bunaqa. Endi bu yordamchi zona, qarshilik zona degani mana shu. Trend liniyada bo'lsa, anaqa trendda shakllanadigan. Tushuvchi, o'suvchida mana bu shakllanyapti. Mana bu tepasidagi ham order blok deyilar ekanda, qaranglar. Hozir bu yerda deyarli ishlamayapti. Qaysi biri yaxshi yurardi o'zi? Yevro USD hamni. Misol uchun, mana bu o'suvchi trendku, hamda order bloki, mana order bloki. De, mana bu ham order blokda hisoblanaverar ekanda, bu yerda ham anaqa qilinadi. Mana bu buni order blok bo'lar ekan, valid bo'lib turar ekanda bular. Mana bu ham valid bo'lar ekan. Buni yorib o'tkidarku, order blok. Qanaqa tushunchada u endi? Valid degancha, endi valid, invalid deyapti-ku. Biz aytib kullimda. Endi mana bu yerda ham hozir misol uchun order blok bor. deb hisoblaydi bo'ladi. Mana bu bitta order blok de mana shundan qarshilik bo'lib tushib ketdi-ku, mana pastga. Bu ham valid ekanda. Mana bu order blokni yorib o'tib ketdi-ku, chiqib ketdi. Yorib o'tdi. Bu order blok ishlamadimi? Bu invalid bo'lar ekan. Bu kelib urib o'tib ketgandan keyin bu oyog'ini sindirib invalid qilib ketishar ekan deb kullimda. O'suvchi trendda tepasidagi tushuvchi trend bo'lsa, misol uchun order blok shakllanyapti, kelyapti. Mana bu ham misol uchun order blok qaytaryapti. Yorib o'tib ketyapti, invalid hisoblanar ekan. Xullas, o'suvchi trend bo'lgandan keyin bizda mana bu yerda order blok, mana misol uchun mana bu ham hozir order blok deb olinar ekanda. Mana bunda order blok ekan. Order blok, mana bu imbalans. Imbalans chizib o'tirmaylik, mana zonani kasha qilib deyapti. O'z ko'zinglar bilan ko'ryapsizlar-ku, imbalans deyapti. Valid deb hisoblanar ekan. Bular kelganda, mana shu kelganda anaqa olinadi deyapti. Shu yerda ham ko'riladi deyapti. Endi sraz kirib yuborilmaydi deyapti. Mana bu order blok bor. Tepasida imbalansi bor. Endi order blok qachon aktiv bo'ladi desa, o'zidan oldingi high maksimumni yengilaydi-ku. Maksimumni yengilaganda u order blok aktiv hisoblanadi. Misol uchun mana bu ham order blok bor desa, o'zi bu yerda maksimumni yengilagan. Bir xillarda mana shu imbalans bilan qiladi deb maksimumni yengila olmayapti. Bitta bor ekan, misol uchun bu yerda. Maksimumni yengilamasa, u order blok aktiv order blok hisoblanmas ekan. Endi bunda trend holati bo'yicha order bloklarda ishlash kerak ekanda. Trend o'syaptimi? Order bloklarni belgilab qo'yiladi deb, keyin o'shanga kelganda bunda Fibonacci'ni misol uchun qarshilik
zona tortiladi-ku. Ha. O'shanda Fibonacci 0,786 zonaga to'g'ri kelar ekan o'zi. Misol uchun mana bu yerdan tortsa, mana bu yerda tak bir soatga idealniy order bo'lib ko'rinmayapti. Mana buni imbalansi desa, bitta order bo'lib desa, 0,786 kelyapti ko'rasizlar. Ha. Order blok imbalanslar shu 0,786 ga to'g'ri kelar ekan. Endi bular ham dedim men endi ehtimollar nazariyasi ekanda hamma dedim. Idealniy точно ishlab keturmas ekanda hammasi dedim. Order blok keldimi? Baribir tasdiqini topish kerak edi o'tdi. Mana masalan uchun mana shu yerda imbalansi bor, mana bu yerda katta, mana bungacha mana shu qarshilik zona bor, order blok hisoblasa kelyapti mana bu yerda ichki struktura ham o'sib keldi-da. Mana shu keldi. Bitta mana bu yopildi. Qani bo'lish qaramaymidi? Ha, bo'lish qaramay. Buni kichikroq time frame'ga bitta o'tib ko'rish kerak edi. O'zi anaqada ham smart money bo'yicha ham 4 soatlikda ishlayotgan bo'lsa 15 minutlikda razворот kutiladi bilsanglar. Shunday interak ichiga struktura buzilishini kutiladi ichida. Buni ham xuddi o'xshab impuls bilan o'qib ketgan ekan. Switchni kirilar ekan bitta. Mana hanging ana 15 minutlikda hanging men botdi. Mana bundan уже sekin hanging men yopgani mana bu botdi. Mana switchdan kiraversa bo'lar ekan. Paglasheni qilish kerak edi. Paglasheni qilish kerak обязательно shu yerda switchda. Paglasheni qilsa keyin kirish kerak ekanda. Switchni ana vaqt hozir ana 15 minutlikda shu hanging men bo'yammi nima derdi shuni? O'zini osgan odam. Kim aytdilar ekan? Mana switch paglashi. Mana bu misol uchun mana bu order bloklar valid bo'lib ketganda, mana bu ham order blok bor, imbalansi bor. Kelyapti-da, bitta yorib o'tib ketyapti mana bilan. Bu уже invalid. Ungacha belgilab keturilar ekan. Valid deb reaksiyasini ko'rilar ekan. Endi bu order blok vash katta tema-da, mana bunaqa uning uchun smart moneyni yaxshi bilish kerak. Mana bu variantlar ham misol uchun qarshi zona stoplarni yig'ishtirib keyin chiqib ketgan. Order blokka asosan o'sha uptrendlarda Fibonacci tortyapti-ku biz 0,5-0,618 dan trendni o'zgarishini kutyapmiz-ku. 0,5-0,618 dan o'tib ketganda 0,786 zonada bu yog'ini qarayotganmiz order blokka. O'shanda anaqa tasdiq topar ekanmiz, o'sha yerdan kirilar ekan keyingisida. 0,5-0,618 da misol uchun 40% ishlashi mumkin. Uptrend kelganda, trend liniyaga kelganda 60%. Undan ham o'tib misol uchun Fibonacci'da 0,786 egasi, bu yoqda order blokka imbalansga to'g'ri kelsa, o'sha ham kirish zona hisoblanadi ekan. Tak, tillanmayapti o'zi. Ana mana yetim switch nima dedi keyin? Yetim switch hali o'tmadi, u bitta отдельно dars ekan. Mana yetim switchani boya 15 minutlik rasmatda ko'rib o'tirdim. Mana yetim switch ekan. Yetim switchi impuls bilan o'sadi-ku. Orada bitta mana qizil switchi, mana shu yetim switchi hisoblanar ekan. Buni ham sharti bor. Buni ham sharti bor ekan, yashil bo'lib bitta orada ular qizil bo'lib ketar ekanda. Buni ham sharti bor ekan. Undan keyingi switchi mana yashil switchi bor-ku. Mana minimumi yetim switchi. Mana
shpilkasi misol uchun bundan pastda bo'lsa, bu yetim swetcher hisoblanmas ekan. Bitta o'sdi, bitta kichkina mamlaqa yetim swetcher qildi. Undan keyingisini minimumi mana yetim swetcher minimumdan kichkina bo'lish kerak ekan. Mana pastda bo'lsa agar mana bu bunaqa turib, bundoq bo'lsa, bu bo'lmas ekan. Yetim swetcher hisoblanmas. Kerak ekanda. Ha, shunaqa ekan. Deb boya buni endi darsda emas, ana shogird tushuntirdi. Yetim swetcher nima, u ham order blokmi, u ham почти order blokka o'xshagan narsa debdi. Mana shundan tortsa, lekin bugun o'sha narsa shunga kelgan. Mana bu yerda bitta shpilka qilib ketganda. Qarang. Bitta keldi, ikkita keldi. Shundan o'chib ketgan. Lekin shu birinchisini o'zi ekran qotib qolgan, ishlamayapti, ko'rsatmayapti. Nima ko'rsatmayapti? Qotib qolgan. Abdulla ko'ryapsanmi? Manda chotki. Internet ishlamayotgandir. Qolganlarda-chi, qolganlar ham gapirib o'ringlar. Ko'ryaptimi? Ha, ko'rdim. Internet ishlamayapti. bitta qaytib boshqatdan kirish kerakmi? Ha, bittasi chiqib kirib oqing boshqatdan. Endi bu razgonda qanaqa kiriladi? Order blokka qo'yiladimi limit? Anaqaga qo'yiladimi? Order blokkami yo imbalansga qo'yiladimi desam, o'sha imbalansdan boshlab qo'yilish, limitlar qo'yish boshlanar ekan. Qo'yiga yozilib. Ha. Mana shu imbalans zonani boshlanishidan limit qo'yib, limit pastiga order blokkacha limit qilib borilar ekan. Bir xillarda mana shu imbalans bor-ku. Ha. O'ziga qaytib ketadi uchidan. Bir xillari yopadi polniydi. Bir xillari o'tib order blokdan o'tadi deydi. Ba'zida lekin mana shu resistensga kelib, resistensni ham buzib, keyin tepaga ketadi. Bir xillarda mana likvidatsiyasini ham yechadi, to'g'ri aytyapsiz. O'zi men bir marta qaysidir anaqada mana shu smart money bo'yicha shu video ko'rganimda mamlaqa narsa tushuntirganda. Misol uchun bozor yo'qda. O'sdi. Qarang. Misol uchun biz yorda anaqani. Bitta misol uchun yorgan. Qani edi? Anaqalarni siz o'tirmayman xullas. Aha. Shunisi. Misol uchun men bu FVga ham bo'ladi. To'g'ri? Deb o'sda korreksiya ham order blok borda. Bu ham order blok bor. Bu ham imbalans bor. De mana order blokdan ko'ra mana kuchli bo'ladi deyiladi. Buni order blok imbalans tepasida mamlaqa inducement, ano liquidness zona bo'lishi kerak deb tushuntirgan. Misol uchun buni tepasi to'g'ri o'sib ketganda qaytib kelib bundan ham reaksiya olishi mumkin. Ko'p holatda bu mana urib ketgan dosku stoplarni. Pastga tushib keyin ketadi disku. Ishlamaydi order blok. Buni liquidness yo'q-da, anaqasi yo'q, ichki struktura bo'lmaydi. Bundan ko'ra mana bunda bundoq tushganda mana buni stoplarni yig'ishtirib, keyingi anaqadan mana bu yerdan ketadi. Shunaqa tushuntirganda-da. Endi bularda unaqa liquidness balobatlar unaqa narsa o'tmaydi-ku, smart money emas bularda.
Bularda shu misol uchun uptrend ketyaptimi? Order blok chizib ketaverlar ekan. Misol uchun mapdan hozir Fibonacci tortyapmiz mana bunda. Endi bu yerda hozir 0,5 zonadan qaytib ketib qoldi. To'shning. 0,5 zona qaytdi. Bu yerda mana yetim svechasi tasdiqlayapti. Bu yerda mana bitta trend tasdiqlayapti. 3 ta signal bor-da bu yerda. Ha, 3 ta. Bu yerda yana bitta order blok ham ko'ruvdi bo'ldi. Urdi faqat anaqasini yig'ishtirib ketdi. Mana buni order blok deb o'tadi. Mana order blok, mana bu imbalans o'tadi. Imbalans. Nima? Uzr, gaplaringiz bo'lib qoldi. Eng kuchli zona order blok bilan imbalans orasida deb o'sha kungi darsga aytib qo'ydingiz-da. U razgonda. Razgonda qiladi. So'chomlar bo'lsa, mana 3 ta shamda shakllanadi-ku. 3 ta shamda hamda uchidan bu yoq uchiga tortar ekanda svechani. Anaqa trend. Nima derdim? Fibonacci tortganda 0,5-0,618larda o'sha FVG ga to'g'ri keladi ko'p holatda deyapti. Mashlardan kirasalar deyapti. Bir xillarda bilsanglar, misol uchun 3 ta svecha qilib, keyingi 4-svechada bitta shpilga qilib yoki bunday tushib mashlardan qaytib ketadi. Sirasi to'ldirib ketadi. Shunaqa holatga ekanda. Shuni bozorda ko'ringlar shuni. Anaqa grafik ochib qaysi parada ko'ramiz? GBP USD ko'ringlar. Tak, mana tushib kelyapti. Tushib keldi. Mana misol uchun impulse order block imbalans yopgan ekan, bu imbalans yo'q ekan. 1 soatlikdachi. Mana 1 soatlikda bor ekan. Xo'p, mana order block deylik. Tegi bilan uramiz. Shunday. Mana bitta imbalans bor. Tak, slom qildi, ketdi. O'tish bola yo'q. Mana shuni imbalansdan birinchisi ketgan ekanda. Qaysi? Manba? Mana shu chizdingizku order blokda. Mana shu imbalans qarasangiz, tepa chiqqandan keyin birinchi tushgan nima imbalanslar hisoblanadi. Fibonacci tortiluvchi. Ya mana 3 ta sham borku, 3 ta yashil. Mana bu 3 ta. Shu uchinchisiga olardingizmi? Uchinchisidan tortamiz, to'g'ri. Kelmaydi o'zini. Lekin imbalansdan ketganda mana bu hozir. Ha, shunday. Imbalansdan olgan, 2 ta, 3 ta olgan. Fibonacci bo'yicha kelmaydi. Xo'p. Fibonacci bo'yicha kelmagan. Maksimum yengilyapti. Mana bitta yana yasayotgan ekan bitta. Tak, mana bu ham imbalansdan ketyapti. Order blokdan qaytyapti. Bozor tushyapti. Tak. Mana bu yerda ham kichkina order blok bor ekan. Yetim svechiga o'xshagan.
tegida imbalansini yopib tushib ketgan ekan. Mamlaq holatda ham hisoblanib ekanda, 3-switchi tepaga emas, mana shpilka pastga anaqa qilgan-ku, ko'rasizlar. Ha. Asosiy shu Bunda 3 ta shamni o'rtasida nima bo'lsa bo'ldi. bu ham FVga mana ichini ovurasizlar. Обязательно pastga ketish shart emas deyapti. Uchinchisi, anaqa ichida bo'lib qolishi ham mumkin deyapti-da. Ikkita yashil biza o'suvchi trend bo'lsa, ikkita yashildan keyin uchinchisi qizil bo'lib qolsa desa, mana hozir mana shunaqa holatda. Uni ham bo'g'iradi. Tak. Mana bu yerda ham bitta order blok. Bu ham именно nimadan ketibdi-da, imbalansdan. Tez. Bundami yo bu order blokdan ketgan ekan. Yo'q, past taydak. O'shanda qildim. Ketdi. Mana bu yerda yana bitta order blok. Mana bitta imbalans kelgan ekan, mana ko'rasizlar. Mana bitta imbalansiga. Order blok bitta ishlagandan keyin уже aktiv hisoblanmaydi deyapti. Imbalanschi? Bu ham shunaqada, bitta ishlagandan keyin aktiv bo'lmaydi. Invalid hisoblab ketaverasizlar уже deydi. Lekin bozorda 2-3 marta ishlagan joylarni ham ko'rdik-da. Mana endi resistance bo'lib qoldi, support resistance bo'lib qoldi. Shunday. O'zi klassikada mana shu order blok deyapti-ku bular. O'shatlarni bundoq resistance qilib chizib olish kerak o'zi menimcha. Bir marta keldi ishlamadi, 2 marta keldi ishlamadi emasda. Hozir men o'zim o'ylayapman-da. Misol uchun order blokni bitta chizib qo'yish kerak. Shu yerga kelsa, misol uchun paglashение bo'ldi, mana bunaqa. Bu yerda hozir FVG bo'ldi deyapti-ku. Misol uchun mana rezistansga kelyapti. Mana bu anaqa edi, hammermidi, nima edi? Bo'ldi. Keyingisi hammer. Bitta paglashение qilyapti, bo'ldi. Mana bunaqa joydan switchni bor-ku, o'shandan kirib ketirish kerak. Bayga keldi, mana bu yerdan invertor hammerga o'xshab turibdi. Mana bitta paglashение qilyapti, kiraverish kerak. Просто mana zonani to'g'ri chizib olish kerak ekanda. Kirish tochkamiz bu order blok imbalans ekanda, to'g'rimi? Order blok imbalans. Mana order blok обязательно o'zini olding maksimum yangilash kerak-da, bundan keyingacha o'sgan anaqa. Mana bu order blok so'rayapti. O'zidan oldingi shamni likvidini yechish kerak edi, soyasi bilan. Aynan shuni aytdim. Order blok imbalans. Mana ham katta, mana qarang, mana bitta imbalans mana bu yerdan chizilsa, точно o'ziga kelib ketyapti. Shuning uchun imbalans zonadan уже limit qo'yishni boshlayman debdi, kelmagan ekan. Ozgina yetmagan ekan. Ozgina ololmagan ekan. Hop, order blok bo'pti, kelyapti, mana qarang, yana aylanib kelib, shunga kelib tirs urilib ketyapti. O'sha order blok tortishda asosiy qoidasini aytib o'tasizmi? Tushgan trendda qanday tortiladi, chiqadiganda qanday tortiladi? Mana qarang, order blokda o'zi smart moneychilar bor-ku, smart moneyda order blokda mana tanadan o'zi uchidan uchigacha ham tortsa bo'lardi. Shamni uchigacha tortiladi-da. Bu muslimda mana bundoq qilib tanadan tanaga order blok deyapti, mana buni tanasini. Mana buni support resistance deb oladi, misol uchun pastda bo'lsa support, tepada bo'lsa shpilkasini resistance deb oladi. Alohida bundoq oladi resistance.
Bu yerda order blokdan o'tib rezistansdan qaytayotgan ekan. FVGda mana bu imbalansida bo'lsa mana bu tepadagi shamni soyasi bor-ku uchi. order blokka anaqa shpilkasi. Mana shuni oralig'i FVGda imbalans. Bu yoq uchidan bu yoq uchiga. O'rtasini kesib. Hamda shpilkadan boshlab mana shpilgacha. Tak, ketdi. Bu tish bola yo'q. Oborada. Narx chiqqanda order blok qanaqa chiza olamizmi? Qayerga? Order blok tepadan qanday chizamiz? Uni ham xuddi shundaymi? Tepada xuddi shunaqa. Shuni teskarisi. Bunaqasi. Teskarisi-da. Men bu qizil oladi agar men bu tepadagi bor-ku. Ha. Mana teskarisi. O'sha qizil oladimi endi order blok hisob? Ha. Bu yerda idealniy shakllanmaydi order blokka o'xshab. Bu yerda imbalans tak mana bo'ladi order blok. No, order blok bo'lsa hammasi FVG. Doniyorbek, Nima? savol bor edi o'zi. Hozir mana so'rashimcha живой topaylik-da. Sizingda mana yo order blokdan, yo imbalansdan, yo nimadan qaytadi deyiladi. Nima edi? Yana PCDing pastda Support mana shpilkasi. Hozir yer yuzi support order blok imbalans yo'qsiz-da. Qayerdan qaytsa ham betdan qaytsa qo'yaveramizda bu. Mana shuni to'g'ri bo'lyapti hozir. Hamma order blok hamma imbalans. O'sha savolni bizani ham qiynayapti-da. Uni darsda men ham beryapman u savolni realniy anaqada. Uni kuzatish kerak. Nima javob berdi? Uni o'sha kelganda 100% ishlamaydi. Shu tasdiq paglashini qilganda kiraverasizlar. Endi bu yerda mana bunaqa narsa ekanda. Misol uchun bitta order blokka asoslanib kirib olish kerak emas. Uni misol uchun trend liniyada bo'lish kerak. Order blok shakllanishi kerak. Trend liniyani hamda Fibonacci tortganingizda anaqasidan 0.5-0.618 ga bo'lish kerak. Shu ikkita uchta kamida bir 3 ta asos bo'lsa kiriladi. Mana shu 3-4 ta asosdan bittasi shularda. Ya, bittasida endi samnitilniyda, u sразу kirib olsangiz. Misol uchun mana bu yerda ham ishlab ketgan hammasi. Order blok mana yengilyapti. Ketyapti. Uni tarixdan ochib, mana grafikni ochib ko'rsatib berish hammaga ham oson. Biz men ham shu narsani aniq qilman. Bu mana grafikni ochib olib ko'rish hamma ham ko'raveradi deb, bu hammasi berayotgan savolda. Bugun imtihon topshirdinglarmi? Yo'q. Ertaga. Imtihon ham nima ekan? Imtihon qanaqa bo'lar ekan? Misol uchun trend liniyada qanaqa kiriladi? Savol beradi. Trend liniya nima? Mana tortasan 0.5-0.618 kelganda paglashini bo'lsa, mana shu zona kiriladi deydi. Keyin qayerda chiqib ketilar ekan deydi. Teskarisiga bunaqasiga tortamiz. Mana garantiz 1. Misol uchun mana trend liniyada qanaqa tortiladi? Hatto misol uchun uchidan pastga misol uchun tortdi. Mana bir garantiyamiz 1.618 prognoz. Hop, switchni qanaqa bo'ladi deydi. Mashina narsalarni so'rayotgan unaqa. Anaqa emas. O'zi o'tgan narsalarni so'rayapti. O'sha o'tgan narsalarni o'sha o'tib ketgan temalarni so'rab chiqar ekan bitta-bitta. Undan keyin nima bo'lar ekan? Undan keyin o'sha boy yetim svecha bor-ku, bitta o'rtada. Impuls orasida bitta yetim svechani o'shani o'tar ekan, keyin QM pattern bor. ABC qanaqasi? ABCD strategiyasi. O'sha bor, qani yana o'targan narsalar bor.
Killzone degan narsasi bor ekan, o'sha o'tiladi. Killzone strategiyasi Amerika sessiyada ishlaydigan. Ani bir opa bor edi, o'sha menimcha o'sha Killzone'da ishlatiladi. Ha, o'shani aytuvdim u ham. O'sha Amerika sessiya kirishida ishlayman, bitta kirib chiqaman bo'ldi. Asosiy darsimiz qachon ekan bizning asosiy? O'sha bo'ldi, mana shu 5-dan keyin asosiy darslar boshlanib ketadi-da. Ya, o'zi asosiy kecha ana aytolman, jahl qilib ana qotdi-yu. Bu yerda asosiy darsiga anaqa narsa yo'q deyapti. Uni hammasi o'zingizlarga bog'liq deyapti. Mana strategiya deb buni ham mana shu har bitta 10 ta strategiya o'rgatilinadi deyapti-ku, misol uchun Fibonacci korreksiyasi, bularni ham o'zi strategiya deb bo'lmaydi deyapti. Bular hammasi texnika deyapti. Hamma har xil texnikadan foydalanadi deyapti. Bular hammasi texnika. Men o'zimni ishlash texnikam deyapti-da u. Mana shu texnikalarni o'rganinglar. O'sha hamma texnikalarni birlashtirib turib deyapti. Misol uchun bitta joyga keldim, 3-4 ta anaqa bilan подтверждение olsam, bo'ldi, kirish kerak. Mana hozir men misol uchun mana qaraydi. O'sti impuls bilan trend bo'yicha. To'g'rimi? Mana men o'sti, mana buni maksimum yangilagandan keyin trend tiz olamiz. Trend qanaqa kelyapti? 0.608 kelyapti. Buni Fibonacci'da. Bu bitta tasdiq. Hop, nima ham bitta. Mana bu switchni analiz qilsam, mana bundan paglashenasidan mana bundan kirsa bo'ladi уже. Tasdiqda endi birinchi trendlikni, ikkinchisi уже mana bu razворот qildi, kirsa bo'ladi. Hop, mana bu yerda bu yoqda order blok bormi yo'qmi ko'ramiz hozir. Bu yerda order blok bilmayman, order blok bormi yo'qmi, lekin mana bu imbalans qilib ketgan, lekin mana buni ham menimcha order blok deb hisoblaydi bular. Soch mashina ham order blok deb olsa. Lag'monni sirini aytmas ekan-da. Lag'monni siri shu hamma o'tayotgan darsliklarni mana shu hammasini birlashtirib turib bitta anaqa. Endi hozir biz men aytdim-da, bolalar so'radi, ana VIP xonasi bor bitta, 10 ta kompyuter qo'yib qo'ygan. Ya hal kirgizmayapti. Men darsdan o'tib olgandan keyin o'sha kirib birga savdo qilamiz deyapti. Shu birga hamma kursiylar bilan o'zim ham savdo qiladi u. O'sha kirib hammamiz birga savdo qilamiz deyapti. O'shanda mana shu hamma o'tilgan temalarni birlashtirib o'rganiladi. Yana bitta takror bor, takrorlanish bo'ladi deyapti. 2 oy bo'layotgan shunday olib qarasa yo 1 oymi? 1 oy bo'ladi. Menimcha savdosi 2-3 kun savdo qilsa kerak uni. Indeksda ham ishlarkanmi? Yo'q, indeks ko'rmadim men. Faqat tillada faqat tilla Euro USD deb ishladim shogirdda. Euro USD da gruppasiga tashladim, aniq kanaliga tashlamadim. Analiz tashladi kanaliga. Tilla yana qaysi barobarida 15 minutlikda. Mana shu. o'n besh minutlikda mana Mamutdan kirdi. Birinchi Mamutdan kirib ko'rdi. Stop oldi, xullas ishlamadi ozginada, keyin Mamuni order blok dedi. Selga ochdi. Mamuni imbalansidan kirdim dedi. Bitta selga oldi. Hamitlarda chiqib ketdi.
Tak, mana bu yerda ham order blok maksimumni yengillab ketyapti. 1 soatlik olsa. Ham order blokmi? Ha. Mana kichkina TVga ekan. 5 minutlik olsa kelyapti, поглощение qilyapti. Switchnoyda bundoq tortsa, majburiy kirish edi. Tek profitga boryapti. Kichkinada kirish. Buna kirib qo'yinglar, qani qilib kelyapti. Nega aytgan texnikalari hozirgilari ham yomon emas. Atak ishlayapti. Nima deysizlar? Menga yoqqani bitta trend liniyada shu 050618 ga kelgani bor-ku. Ha. O'sha bilan imam Switchnoy безопасный kirish ekanda, mana bunaqa. Поглощение qayerdan kirasiz, 1618 chiqib ketish. O'shanisi menga o'shanisi yoqyapti. Hozircha mana shuncha dars o'tgan bo'lsa, yana patterlar ham yaxshi qilyapti. Shunday. Patterlar bor-ku, shular ham zo'r ishlayapti. Patterlar ham misol uchun mana 3 anaqani kelyapti. Trend liniya yoryapti. Hamdan kirib olsa ham olib beryapti. Bitta kirishi, ikkinchisi retesti qilgan ketdi. Yangi yilda ishlash o'rgatmadimi? Yo'q. Yengillikni hali indamadi. Yengillik menimcha strategiyasi yo'q. Chunki Killzones bilan kiradi, Killzones bilan. Shunaqa bo'lsa kerak. Kecha tillada sel oldi dedim-ku. Tepada. Mana bu yerda sel oldim. Nimaga asoslanib sel olding desam, bu mana bu trend liniyani bizdi dedi. Hamda mana bu trend liniya ekanda. Kichkina ichida. Trend liniyani bizdi dedi. Keyin bu yerda killzone bor dedi. Buni o'tamiz hali dedi. Ano indeksdagi strategiya bo'yicha demadim. Yo'q, ertaga so'rayman shuni. Yangiliklarda o'zimiz o'rganib chiqsak bo'ladimi? Yengiliklari hozir mana kecha ham yengiliklarda o'zi mana bu yerda oqdimi? Shu oqimga qarshi oqim bilan kiraverish kerak ekan. Mana bitta o'zida kiraverish kerak ekan, men o'ylashimcha. Mana qarang, yengillik chiqdi, nimadir pastga tushdi. Mana bitta yoryaptimi, selga kirib tashlaverish kerak ekan shu yerda. Boya mana bitta mana yengillik bugun ham mana bularda chiqdi menimcha. Bugun ham yengillik bo'ldi nimadir. Ketdi bayiga. Yangilikda tampdagi hampasda bir xil narxda chiqishi mumkin. Arotrade pulli kursini kim ko'rgan? O'shanda o'rgatgan yangilikda ishlash. Ana onlayndagimi? O'sha kursini men olib ko'rganman. Tak, mana bu yangilik chiqadi. Yangilik chiqanda yashil qizil bo'lib chiqadi. Misol uchun tillada yangilik agar 3 ta chiqadi, bir chiqanda. 3 ta til chiqadi.
agar hammasi yashil bo'lib chiqsa, tilla pastga tushib ketadi, sel bo'ladi misol uchun. Agar hammasi qizil chiqsa, tepaga o'sha yo'nalish bo'yicha turiladi. Masalan, 5,5 da ochiladi yangilik. 5,5 da yangilik ochilsa, 536dan boshlab 5 metrgachadan boshlab kiriladi. O'shani kuzatganmiz hech? Kuzatganman. Ishlaydi. 100% ishlaydi. Qani o'sha yangilikni qaysi saytda ko'riladi? Forex Factory deb yozing. Forex Factory qilib yozing. Shunga yozing. Kompyuter o'ziga kiravering. Kompyuter o'zigami? Ha, sizlarda ko'rinmayapti manimcha. Ana qo'shing tepada. ko'rinmayapti. Tepada davlat qo'shing filizga. Brauzeringizga. Forex Factory'mi? Forex Factory.com. Nofarimni ko'ring-da. Shu jumladan. Tak, anaqa. Chiqadi bizga. Ko'ryaptim. Tak, mana bugungi qatdan ko'ramiz anaqa. Birinchi bu Bugungida chiqmaydi. soat to'g'ri olishingiz kerak. Ha, bugungi ham chiqdi-yu. Qaysi soat qatmamini? Soat to'g'ri. Soat to'g'ri. Ha, uni o'qib. Kerak sizni olib tashlash kerak filtri bormi? Qayerda filtr bor mana shu. Forums News. Mana 10da, asha. Settingmi? Pasta. Ana filtr. Tushib Mana. Asha. Hop. O'yinda papani o'chiring. Qaysi? Shu rangni sarg'ishdi. Mana ikkoni bo'ldi. Hop. Paralar turaversin. Tilla qanday tilla? Yo'q, tilla yo'q. Dollarga nima-ku? Apply qilaymi buni? Ha. Hop. Mana bu. Keyin kiring. Today turibdi chaqiradi. Qaysi? Mana bu? Shuni bosing. Today tepasidagi. Juma kuni olaydi. Ya mana bugungi ko'ringlar, bugungi. Juma. Bo'ldi bugun. Juma qaysi? Mana 10-mi? Yo'q. Hop. 3 nafarim 3-kuni bo'lgan. Bosing. Apply, ha? Hop, turinglar. Men bu qo'ydim. Hop, apply setting. Mana 3-chi. 5,5 chiqqan. Qizarib chiqqan, qarang. Uchalasi ham qizil. 1 2 3 4 5. O'ng tomonda Hop. aktual deb. Mana. Ha. Aktual degani o'sha chiqqan natijasi. Mana bu o'ng tomondagi kutilayotgan natija. Mana bu. O'rtadagi prognozi. O'rtadagi prognoz. O'ng tomondagisi oldingi natijalari. Aktual shu 3-chi. Mana chiqqan realniy anaqasi. Xo'p, endi o'chgan o'sha paytda. to'xta endi hozir 3-chini ko'ramiz. 5 minut. Sizlarda ko'rinmayapti ekran manimcha. Yo'q. Tak. Uchinchigacha ochib beramikin 5 minutlikni? Ochadi. 5 minutga. Ochadi. Tushgan bo'lsa kerak o'zi.
o'tib ketdik. O'tib ketamiz. Ana shu impuls. Mana. Tak, soat 5:25. Abi 5:30 diye. Kichikroq reja. Sirali qaytib joyiga olibdi bu. Yo'q, o'sha trendga ko'tariladida bu. Hop, qizil chiqqanda bu o'sadi, to'g'ri? Ha, qizil chiqqanda bu o'sadi. Qizil chiqsa o'sadi. Otadi. Chiqqanda o'sadi-yu, lekin ushlolmay qolasizda u yangiligiga qarab ish qilsa. O'shani aytyapti-da, mana anaqalar ham, brokerlar ham ishlamay qolar ekan shunaqa paytda. Boya bittasi aytyapti. Men kecha qaysidir anaqada foydada turibman deyapti. Yopaman desam yopmayapti deydi. Keyin zararda yopdi. Keyin bunaqa yengillik paytda razgonni o'sha 1-3 ming pulcho'liklar ham bermas ekan. Yechib bo'lmay qoladi. Shunaqa joylari bor ekanda. Hop, yana anaqasi kichikroq Qotib qoladi. Spreadni juda katta qilib tashlaydi o'sha momentga. Ko'p brokerlar. Spread juda ham kattalashib ketadi, hajmi boyagi borayotgan joyga. Ko'pincha slivka tiqaveradi, birdaniga yopaveradi ana shot. Kechagida nima bo'lgan? Kechagini ko'ringlar. Yengilliklar bor. Chiqqandan keyin ishlash kerak deydi-da ko'p kishi. Chiqqandan keyin. O'sha aytganda-da, u sotganda kirib olish kerak ekan-ku. Ha, kecha siz tashladingiz-ku. Kerakmi? Yo'q, ish qilib ko'rganman. Bitta yo'li bor. Mana kecha 2 xil shot ochasiz, misol uchun. Yangilik chiqishdan oldin. 2 xil shot ochasiz. Oldin men shunday qilardim, yangilik chiqishdan oldin buy limit, sell limit qo'yib qo'yardim-da. Order bloklarni belgilardim. Order bloklarga keyin take profitlarni joylashtirardim. Ba'zida zo'r ishlab berardi, zo'r foyda qildi. U zo'r foyda qildim deylar. Ba'zida ikkita hududga ham borib, slip qilib tashlagan holat juda ko'p bo'lgan. Mana qaranglar. Yangilik chiqishdan oldin zelka ochib qo'yadi. Buy bo'lsa buyga, sell bo'lsa sellga. Mana kecha ham 6:30 da yangilik bo'lgan-a? 6:30 da tak, nima bo'lgan kecha? 6:30 da qizil bo'lgan ekan hammasi. Yo, men anaqasimi, bu yoqda yeyimdi hozir. Bizga ko'raman. Doniyor aka, mana bu anoda Muslimda Killzone strategiyasini endi Instagramdan ko'ruvdim-da. Bu yangilik chiqishidan oldin 5 minutlik time frame'ga o'tib oladi-da. Keyin London sessiyani Killzone'ga o'tadi. London sessiyada pattern aniqlaydi, pattern. Trend liniyani support resistance aniqlab oladi. Kamida 2 ta minimum, kamida 2 ta maksimum olib, o'sha liniya oralig'idagi London sessiyaga ana chizib oladi. Trend liniya chizib oladi. Yo treugolnik qanday bozor shakllangan bo'lsa, o'shanday analiz qiladi. Qaysi qarshilik zonani buzib o'tsa, o'sha zonaga tomonga qarab ishlaydi. Mana hali ko'radigan o'sha nimada dars kelgan paytda to'liq tushuntiradi-da. Killzone'dan o'tadi. Ha, Killzone'da o'tib beradi o'sha. Bu lekin bunday qizil chiqishi, yashil chiqishi unga qilmaydi. Bir xil payt mana yangiliklarga e'tibor beringizlar. Prognozi mana 3 ta bir xil yangilik bir xil chiqyapti-da. Bittasi yashilda chiqyapti, bittasi qizilda chiqyapti, bir xilda mana qora rangda chiqib qolyapti, lekin bir xil vaqtda chiqyapti. O'shalar ham bir srazi selga ketadi-da, mana kecha nima bo'ldi? Mana o'sha kechagi holatdami? Bir bayga yurdida
stoplarni yig'ishtirib, keyin selga oqib ketdi. U men o'sha paytda grafik ochib qarab turgandim-da, u bayga yurganini ham bilasizmi, 1 sekundda bo'ldi. Bitta o'zini bitta shpilka bilan o'zi paydo bo'ldi tepada. Sirazi oqib ketdi. O'sha momentni ko'rmay qoldim-da, bayga chunki zelkalar bor edi menda. Shunday silib qarab turdim. O'sha darsda o'tirdi, qarab turdim. Men yengillik bor bolalar dedi. Ana kimdir yengillik bordi. Ularni qarab tursam, mana 6,5 bo'ldi. Bitta sekundda bitta tepada o'zidan paydo bo'lib qoldi, shpilka bor-ku. Shunda paydo bo'ldi. Уже резкий pastga oqib ketdi. O'sha sekundda $700 quladi. Muslimda aniq kirishini holati shuki, birinchi London sessiyani Amerika sessiyasi kirib kelishidan oldin patternmi, trend liniyani buzish holatimi, shuni analiz qila oladi. Analiz qilgandan keyin retest beradi-ku. Mana kecha ham xuddi shunday holatda retest bergan. Retest bergan joyda sel kiryapti, selga oqib ketyapti. Mana kechagi yangilikda qarang, mamasi bittasi 9 yashil chiqqan. Mana shu yashil qizillari rol o'ynaydi, to'g'rimi? Yo'q, bular chalkash chiqmagan. Chalkash chiqadi-da, bularga Bunga yangilik qarash hojat yo'q. Mumkin-da bu yoqda. Mana shu yangilik bor, shu vaqtga ehtiyot bo'lishimizni bilishimiz mumkin. Shunaqa. To'g'ri. Shu uchun kerak-da bu. Endi kechagi kilzonasi bo'lsa, siz aytayotganda agar shunaqa narsa bo'lsa, hozir ham sessiyani qo'shinglar shunga. Tak. 5 minutlik time frame ga kirib oling. Hozir. Ya kilzonasi bor o'zi. Ya sessiyani ko'ring-ku. 5 minutlik turmiz. Indikatormi? Ha, bor. Mana Londonda o'sha mana trendni yorgan ekan Londonda, to'g'rimi? O'shanda selga kirgan ekan deb o'zi. Nimaga asoslanib kirding desam, trend liniyada dedi. 15 minutlikda ham nimadir yasadi, switchnoyda anaqa dedi. O'sha darsda bizga to'liq o'tib beradi-da, o'tib bersa, bog'lasa bexato kiramiz-da. Mana biz trend liniya yorgandan keyin paklashini mamtdan kirganda bu. Uni oldin kunlari ham kuzatingchi. Qaysi? Uni oldingi sutkadagi. Kilzon strategiyasini, Kilzon indikatorini qo'ying-da aka, Kilzon. Hozir. Mana shu tashlayman. Juda uzun narsa ekan-a. Mana? Ha. Shunaqami? 5 minutlik time frame o'ting. Hozir mana bu sizda analizga tema anonda bo'lib turibdi-da. Yarki bo'lib turibdi-da, temniga bo'ladigan bo'lsa qora anonda. Yo'q. Fon Anoti bor, liniyasi bor, sessiyaga kirib keladigan vaqt liniyasi bor. Hozir. Ne? Ma akkaunt turgan joyi borku. Ash joyda bossangiz ham chiqaman bo'ldi. Oq liniyaga e'tibor bering. O'shandan keyin svecha bor, o'sha svechaga qarang. Paklashini qilamiz. Ko'pincha aytganda o'sha mana shu oq liniyaga kelgandan keyin shundan keyin qana qilamiz, e'tibor beramiz deganda hali o'tib beradi. Indikator ishlatarkanmi? Indikator ishlatmayman deb o'tirdi-ku.
Indikatorda kelgusini faqat ishlatadi. sessiyani ko'rish uchun ishlatadi, bo'ldi. Xo'p, qarang, bo'lmasa qarang. Mana bugungi Pattern bo'lgan qarang, liniyada patternni chizing. tak. Pattern bilan shu. Support resistant chizgandi. Ko'ruvdim-da o'sha videosini. Instagramdan o'qigan, o'rgatgan. Ha. Tak bo'lmasa mana bunaqa qilgan ekanda bugungida qilmadi o'zi. Yo'q, unaqasiga chizmagan Doniyorbek. Oh, Yo, 5 minutlikda chizadi-da, mana shu 5 minutlikda xuddi shunday. 5 minutlikda. To'g'ri Trend chizadi. yorib chiqqandan keyin bo'lmasa kirgan. Qarang, London sessiyasida yurgan vaqtda olgan. Yo'q. Osiyoga o'tmaydi, faqat Londonda bo'ladi. Mana pattern deyapsizmi? Ha, ana shunga torting. Kichkinaga. Yo'q. Mana cho'chiydi. Yo'q. Mayda turibdi, oq liniyani o'zida mayda yasirgan. Mana kichkina deyapsizmi? Ha, mana shular. Yo'q, mana buni aytyapman. Pastdan tepaga chiqib olgan pattern. Pastdan tepaga qarab yasagan. Hamda do'st. Tepasini ham torting. Ana shuni buzib tushunarlar. Yo'q, bunga emas akalar. Chunki mana bu qizil svicha payti bay deb turgandi-da. Ya, bu hozir bu xatoda bu narsa. Bu yerda hozir to'g'ri narsa o'zi mana bunaqada boygani 15 minutlik 7 svicha bordi o'tdi o'zi bu yerda. Keyin bu yerda hozir mana trend liniyani yorgandi so'lasa. Liniyaga o'tkazinglar, hozir ko'ramiz. Mana bu o'sha ikkinchi o'sgan masofaddan keyingi shamdan nima qilganda ana shu. Bugun o'zi kirmadi. Bunda kirmadi lekin svicha pastda qizil svicha o'ynab turgan payti bay deb turgandi-da. Qachon uni bu tarix aytyapsizmi? Ha, boya Telegramga tashladi-ku videosini. Dars o'tishimizdan oldin 2 soat oldin o'shanda ko'rdim. Hozir kirib ko'ring, mana unda bor. Telegramda gruppasida turibdi o'sha video. Mana o'sha uzun impuls bilan o'tgan svichadan oldingi qizil turgan vaqt, yangilik chiqishdan oldin shunday turgandi. Chunki sababi mana bu trend liniyani chizib olgan anonda analiz holatda ko'rmayman hozir. To'xta. Endi ko'raman. Oldingi kunlarga tekshirib ko'raylik. Fibonacci ham tortgan ekan o'tda, qarang. Tak, tepadan bir zonaga. Qayerdan tortyapti? Mana bu yerdan. Tak, mana bunda tortyapti. Uchidan tortib nashdan mana buni tanasiga tortyapti. Hamda tortayotgan ekan. Qayerga kirgan ekan? Hozir mana videosini ham ko'ringlar. Bu yoqda mana bunaqa narsa chizgan ekan. Garant olamizmi? Ha. Yangilik bo'lmasa, garant olib. Bu noto'g'ri ekan.
Bu yerdan aniq tortayotgan ekan. Trend yorib chiqqan shamdan mana bunga tortyapti. Unisidan emasmikan bu? Yo'q, Bundan ham zo'rroq bu. mana bu yerda garant zona belgilagan. Mana bu ikkinchisi belgilagan. Prognoz. Patternni yorgan, mana trend yorgandan pastga tortgan. Kirishi mana shu yerdan bo'lgan. Majburiy kirish bitta. Prognozni ham bilamiz. Boshqa kunlar ham ko'ring, mana bu kelinda mana shu London sessiyasida bitta pattern yasaydi. Yo'q, support resistensni buzgan joydan keyin anaqa qilib qaraydi. 5, Har turli 4, 3, 2, 1. 3. Mana bundan kirish kerak ekan. Sakkiz toplar yetib ketibdi. Nima bo'ldi? Bu yerda yomon yig'ishtirib ketgan ekan shu. Hop, yorgandan keyin tepaga ketdi. Hop. support resistensni ham belgilab oladi-da. Bu yerda o'zi mana bu yasnay o'zi support resistance. Hop, mana bu yerda nima bo'lgan? Bu yerda uchmaydi ekan. Anchadan keyin uchibdi-da. Bizga shu turib keyin. Men nima tayyorlab qo'ygandim-ku. Support resistance nimasi? Indikator. Ana shu lekin mochni ishlab beryapti-da, qandaydir. Shu bilan bir o'zi bir nima qilishim kerak test qilib. Сделка ochib demo bo'lsa ham. Hammasini ko'raman. Ana o'chirib turaman. Tashab qo'ygandim-da. O'zi ham mochni ishlab beryapti-da. Support resistance. Nima indikator ot? Support. Hozir nomini aytaman. Support and resistance. Mingtaga qarilyapti bular. Ana shu ikkinchisi borku. Ana shuni ulab ko'ring-da. Ha. Bo'lmasmi ekan? Yo'q, nomi lekin o'sha. Yo'q, bo'lmas ekan. Ana shuni nima qilib ko'ring, ana shuni. Chanel, ana shu. Qaysi? Ana shu. Mana shuni? Ha, meshga turganingiz. Qolganlarini o'chirib tashlang. Shu? Ha, M5 da o'sha tepa chiqingda hozirgi nimaga. Именно o'sha joydan поглощение bo'ldi. M5 da mana qarang. Поглощение bo'ldi. Поглощениеdan shunda teshni analiz nimani tortib, Fibonacci'ni tortib o'sha. Tamam. Ha. Mayda support resistance. So'r. Tak, bu yerda nimani support qilyapti? Hop, mana shunga keltirilgan albatta. Juda ushlaganda. Bu yerda nima yasayapti o'ylaysan? Ha, поглощение bo'lgan. Qo'yam yasayapti. Ha. Qo'yam yasayapti, menimcha. Qo'yam, ha. Qo'yam.
Yo, hozir shuni kelib yana bittadan olib ketadi. Hozir ham bittadan pastga Reaksiya olib kelgan. pastga o'tadi. Bunda ham qo'yamda ham anaqasi bor ekan. Nima edi? Buni ham Fibonacci tortib barobatdan anaqasi bor. To'rtta kirish bor deganda nimada? O'zida deganda. Ammo order blok deydi. Imbalansi. Mana bitta order blok deydi. Ana boya yetgan narsa mamlakatda, mana qarang. Mana bitta ham order blok imbalansi bor, mana bitta ham order blok imbalansi bor. Bundan ko'ra mamlakat joyi deyilsa aktivroq bo'ladi, chunki mana buni ustida stoplari bo'lsa, bularni yig'ishtiradi, oladi, sweep qiladi. Likvidlarni olib bundan reaksiya oladi. O'sha eng og'irgisidan-da, o'rtadagilarda uncha nima yo'q. Ishlashiga ishonch yo'q. Lekin ko'plar darsga qo'shilmayapti-da. Hozir 7 ta odammiz. Yo'q ular darsda, Rayhon opa yo'q, Bekzod aka yo'q. Koreyalik aka yo'q. Dima yo'q. Mashina oldindan chizib berganda o'zi ma'mulani. Ha, o'zi oldindan. Qaysi biri nima kuchi bo'lsa, qaysi nimalarning kuchi bo'lsa, o'shalarni chizib beradi-da. Lekin to'chni qarang. Yo, bu to'rtga ranglar bormi? Masalan, to'chni deyasiz-ku. Ayrimlari shuni olgandan. O'shandanmikan? O'shani mana men anaqa qilmanda, bunaqa ideal uchish. Ha, to'g'ri. Uchish bergan ekan. Kecha ham nimani taylovdim-da. Resistance zonadan qaytadi degandim. O'sha uchiga tegib, o'sha joydan qaytib ketganda, o'zi ham moch salda. Men bitta idealni ushida bergan ekan. Bu zo'r moshni ushlab beradi. Xotda tarafim yo'q qolyapmi? Kechagi mana bu qizil boki. Shu nimani chizib beruvdi adashmasam, yo'q, bu emas. Undan oldingisimi deyman. Yo'q, o'shani o'zi ekan. Men H1da ko'ruvdim-da. Mana shu oqqani boki kechagi. Mana shu, mana uchidan ushlab oqib ketgan. Kecha shuni nima qilib tashladim-da men.
Doniyor aka Yengil. Nima boya valid invalidni tushuntirayotgandik-ku, bizda internet ishlamay qoldi, shuni bir uptrend, downtrendda bir ko'rsatib yuboring iltimos aka. qarang. Misol uchun mana bu yerda order blok misol uchun chizilyapti, imbalans yasyapti yoki mana bu yerda order blok. De uptrendda mana hozir mana bu yerga order blok chizib ketamiz. Order blok chizamiz. Mana bu imbalans to'g'rimi? Yo'q. Mana buni o'chirib tashlang. Kashf tashlayman. Boshqa paraga o'tib oling, farqi yo'qmi? Qaysi? Mana shunda tushuntiraveraman, ana qarang. Uptrendda misol uchun mana bu order blok. Mana bu yerda ham tepasida ham order blok bor, pastga, chunki yorgan mana buni. Order blok qachon aktiv bo'lardi o'zi? Misol uchun o'zidan oldingi high yengilasa, impuls bilan shu order blok hisoblanadi. Mana bunda ham tushganda ham misol uchun o'zidan oldingi minimumni mana bu yerda yordimi? Mana bu aktiv order blok. Misol uchun. Xulosa. Order blok mana bu imbalansi tushuvchiniki bu, sellik. Mana bayiki. O'zi bayda bo'lsa, borib turib mana bu order blokdan misol uchun sel olish kerak pastga, to'g'rimi? Bu yorib ketdi-ku bundan. Mana bu valid, bu ham valid edi, yorgandan keyin mana bu invalid bo'lib qolar ekan, bo'ldi. Endi aytyapti, misol uchun mana shu invalid bo'ldimi, order blok deydi. Qaytib keladi-ku narx. Narx shunga qaytsa, mana shu yerdan ham reaksiya olish mumkin ekan, yana obratni. Endi buni hozir yengillik qilib o'zicha kirgizyapti-ku. Atak o'zi bundoq qilsangiz, klassikada mana bu rezistansmi? Supportmi? Chiqdi mana narx qayt. Support rezistans bo'lsa, yorgandan keyin bu supportga aylanadi-ku o'zi, qarshiligiga. Qarshiligida bu nima deydi? Qo'llab-quvvatlash zona ham xullas support rezistansga aylanadi teskarisiga. Xuddi shu narsa-da. Order blokka to'g'ri kelyapti-da o'zi. Qaytib kelsa keyin yana uptrendga narx o'zgarib ko'tarilib ketadi. Unda qilsam? Hozir o'zim ham trend liniya bo'yicha ham hozir o'qiyman trend. Qaytib kelib, nobodamlar o'ynab kelsa, hamda yana mana paglashini nimadir qilsa, bayga kiraveramiz-da. Bitta kelyapti mana bu support birinchi anaqasi, ikkinchisi trend liniya Fibonacci, uchinchisi trend liniyaga kelgani, kuchli 3-4 ta tasdiq bo'ladi-da. Switchni bo'lsa, bayga ochaveramiz. Xuddi shunda men bugun vaqt ko'rganman, razgon ko'rganman, gruppaga tashladim. Qayerda ko'rdingiz mana bu? Yo'q, endi hozir qaytadi-ku. Bilan qaytish. Qaytib kelganda 0506 zonada kirganlar. 4 soatlikka. Tilladamidi? Yo'q, tillada emas. GBP nima deydi? Euro GBP mi? Yo'q, GBP kartda kirganmisiz? Nimada kirgansiz aka? GBP kart. GBP kart hozir. $10 nimaga 20.25 ochdan qo'ydimi? Soatlik o'tadi. Necha soatlik? 4 soatmi? 4 soat.
Именно o'sha 0.5. Minimumda maksimumgacha Fibonacci Mana bundan o'tganda. buyoqqa tortdingiz. Bitta kirdingizmi, qayerda kirdingiz? Mana bunda kirgansiz, manimcha. Mana shunda kirgan. Ha, ha, ha. Shunday kelgan. Четкий reaksiya bergan ekanda, значит. Chap tarafda rezistensiya ham to'g'ri kelganda. Mana bunga ham to'g'ri kelyapti. Trend liniyaga kelmagan ekan lekin. Lekin Yo, trend bunda liniya switchni kelmagan. analiz qilaman desangiz, bu tasdiqli switchi juda uzun ekan-ku. Undan oldin kirganmiz. Tasdiq Kichikroq. ikkinchi tasdiq. nima qilib ko'rib, mana bu bilan kirgan mashina. Mana bunda ko'rdingizmi 1 soatda? Birinchi support rezistensiya kelgan, ikkinchisi mana bu Fibonacciga to'g'ri kelgan, uchinchisi mana shu 15 yo 1 soatlikdan switchni analizni to'g'rilab kiraverganman. Zo'r joyda o'shapsiz. Razgon qiladigan joy ekanda. Nechta kirdingiz? Betdan keyin kirgandim-da. Ya, nechta kirdingiz? Nechta paytda ochuvdingiz? 0.05 dan 5 ta ochganlar. 4-5 ta edi-da. Qani gruppaga tashlamadingiz? Tayyorlaganlar, tayyorlagan. Bugun ikkitasi Bu realmi? Yo'q, deyman. $10 86 zo'r, lekin. Ya'ni sentvi emasmi bu anaqa? Ya'ni-da yangi broker ishlatyapmiz. O'sha. Just Forex. Just Forex. Yo, bunga hozir men hayron qolayotganim $10lik shotga 0.25 ochgani qanday bu ruxsat berar ekanmi? Men shunga hayron. Bir marta nimada ochib ko'rganimda qo'ymabdi. Keyin bitta brokerda bitta anaqada tepaga pastga ochsa ham bloklab qo'yar ekan pullarni. Nima qilsa? Bir vaqt ham bayga ham selga ochsa. Bitta narxdan shunday qilsa broker bloklab qo'yadi. Bular aka, bitta ayda bir ko'ringizlar-da, bitta ayda. Bugun analiz qilib o'qigandim kecha edi. Вообще zo'r yuryapti-da, hozirga haligacha tushib ketgan. Pattern topilgan. Ananda, VTI. Neftda. Qanaqa yoziladi u? TI. To'g'rimi? Ha. Neft. Yo'q, unda neft deb yozmaysiz. Mana Forex qo'yib qo'yibsiz-ku, Forex do'stga qo'ymangda, FC'ga qiling. Black Bull degani qo'ying-da, Black Bull. Tepa turibdi. Mana Black Bullmi? Ha, ana shu. Mana shu pattern chizuvdim-da. Mana buni chizgansizda. Ha, shundan. Yo, undan emas, yana yorilgandan. Mana bunda. Fibonacci ham tortdim, o'sha darsda o'tilgandan analizlar qilib qo'ydim. Вообще четко ishlab berdi. Prognoz 2618 edi-ku. O'zi qarang, mana shu Head and Shoulders ham bo'lgan ekanda o'z tepasida. Hozir boya YouTube'da mana buni ko'rdim.
enter degan joyi. Hmm. Tushunmadim qanaqa ishlash. Qanaqadir zonani yorgandan keyin shamni uchidan bu yoq uchiga maksimumga tortdi. Mamlaqa joylarda kiradigan joy bor ekan. Bayiga misol selga tushdimi, unaqa joyda kirar ekan. Tillab o'ting tillaga, shunda ko'rasiz unda. Mana zo'r ishlabdi. Nima tillab? Tillaga taxminan 15 minutni tizimga qo'yingmi? 15 mi? Ha, 15 minut. Chapqa qo'yingmi? Abdul bilan mana shu joyda pastda turib turaymi? Nur olasiz pastiga. Manmi? O'ng taraf. Manmi. Shuni nur tepaga bir olasiz. Uchidan uchiga. Va buni uchun tepasi tanasi. Endi 600 daqiqa beramiz, o'ng tomon. Manmi? Tepasi 2600 daqiqa. Tepasidan tiriladi, oxiri shuni. Kechaga ingliz. Nomam 2618 dan qaytgan ekan. O'sha bizning FIBA strategiyasi shunaqa. Endi mana bunaqa yengillikda limit qo'ysa ham bo'lmas ekan-ku limitlar. Ha? Limitlar ham ishlamay qoladi. Ishlamaydi, bir kilo ochib bermaydi. Minusga tiqib tashlaydi. Qotib qoladi o'shanda. Menga ko'p bo'lgan yangilikda ishlab ko'rganman, qotib qoladi. Men Twitterda ana shu yetim svechani minimum deb yoki ordi blok deb olamizmi aka? Ha, mana bu yerda ham mana yetim svechani bugun shogird yetishi bo'yicha undan keyingi anaqa biroz minimumni yengilamay. Buni ham olinar ekanda. Spoiler. Fibonacci tortish qanday bo'ladi endi? Minimum deb olamizmi shuni? Order blok deb oladi, menimcha buni. Buni hali o'tmadi, bu ham bir kun o'sha bitta dars o'tamiz bunda. O'sha kill zona, Fibonacci, mana shu yetim svechasi, ABC strategiyasi. Xullas, mana shu o'tib kelayotgan hammasini birlashtirayotganmiz oxirida. Hozir endi yarmini o'tgan bo'lsa, yana 5 tasini o'tsa, ancha menimcha nimadirlarni ko'radigan bo'lsa kerak. Asosan qaysi paralar ishlanar ekan? Bular faqat tillada, hozir men ko'rganim tilla keyin yevro anaqa USD. Endi ba'zi kayf beradigan tillada o'zi faqat. O'shani bir so'rab ko'rasizmi, nima qilganda? Aniqlanadigan paralari. Boyabda gruppada bitta bola anaqani shogirdi bor-ku. Azxaliq Xurshid degan bola bormi? Xurshid degani Dubayda keldi, kelib ketibdi yaqinda. Taniysizlarmi? Mashina podarka qilgan. Semizroqda bolasi bor. Na, Instagramda ham ko'p chiqadi. Ha. O'shani
$400 kursiga borgan ekan. Ano bitta dona короче anaqa qilib bergan. Bitta dars qilgan ekanmi shunaqa. Hamma anaqasini tashlab berdi. Mana daftarda yozilgan paralar bor-ku, oxirida mana GBP USD, out USD, GBP out, GBP USD. Mana shu paralar deydi, oldima ketdan yuradi deydi. Tekshirganmisan desam, yo'q deydi. Oldima ketdan yurar ekan. Qaysi birdir, misol uchun bayga ketar ekan, ikkinchisi uni ketidan xuddi shunaqa yuradi deydi. Mana shularni ham bir ko'ringlar. Keyin mana bitta Fibonacci'sini anaqa qilib berdi. Sizga-ku misol uchun mana bunaqa narsa chizibdi. Shu. Anaqa ikkita bir xil maksimum bo'lib turib, keyin tagidagi pastga yoradi-ku. O'shanda dedi shunaqadan hozir. Tadbirdan to'g'ri. Mana minimum bu yani swingda ko'proq ishlaydi, uzoq muddatli kelyapti. Minimumga 1 qo'yilar ekan, mana ikkita tepada ikkita 2 marta yasaganga 0,236 Fibonacci qo'yilar ekan. De 0dan mana shuga qaytadi deydi. Agar bu 0 zonadan o'tib ketsa deydi, Fibonacci'ni 0,5 ga surar ekansiz. 0,3 ga surilar ekan, keyin 0dan bu yoqqa qaytar ekan, undan ham darshi mana yana o'tib ketsa, mana Fibonacci'ni 0,5 zonaga qo'yilar ekan. Bu aniq lekin 0,5 ga chiqqanda lekin aniq qaytar ekan. Nima deysiz? Qaytmaguncha tepaga qarab turib boraverar ekanmiz strategiyasida. Mana 3 marta surilar ekanda, lekin mana 0,5 da lekin aniq qaytar ekan deydi. Keyin men paralarni ham kuzatish kerak ekan. Endi u o'shani strategiyasi ekan, $400 ga boruvdim men deydi. Bunaqa joy topish juda qiyin. Mana buni shunaqa olsa bo'larmikan? 236 mi yordi? Noldan ben bitta pastda ishlaydi ekan. Да. Tilla hozir mana bitta agar qaytsa 05 06 18 mana bitta imbalans ham bor ekan 4 soatlikda. Ishda kuchli zona bo'lar ekan, nima balandlarni qaytib tushsa, undan bayga tiqar ekanmiz, vaqtimiz.
Bo'lishkiligami shunaqa. nima deysiz? Tugazishkilik dars yo'q. Men bo'laveramiz. Ovoz eshitilmayapti. Burilish kerak deysizmi? Dars tugadimi deyman. Na, bo'ldi shu. Ha, bo'ldi, buni tugataveramiz, ha. Mayli, xo'p, Rahmat. charchamaylik. Ertaga. Xo'p, yaxshi tomon. Mhm. Bo'pti, rahmat.